korset tikish darsligining ikkinchi qismi, birinchi qismini profilimga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Mashinaga iplarimizni qo'yib to'g'irlab oldim. Har bitta bo'lagimizga shifonoviy yoki korsetoviy dublering yopishtirgandan keyin ularni birlashtiramiz. Naqshi bir-biriga to'g'ri kelishi qiyin bo'lganicha orasiga chok tushirdim va keyin dublering qildim. Siz joyda dublering qilganingizda ham ehtiyot bo'ling, orasida havo qolib ketmasin, g'alati bo'lib qoladi. Juda ham xunuk ko'rinadi ichida havo bo'lsa. Razmerlariga bitta qarab olaman va keyin yana tikishni davom ettiraman. Har bitta detalni chiroyli qilib, mustahkam qilib, 2,5 shartda tikishingiz kerak. Oldilarini obязательно shunaqa bulavkalab tikamiz. O'shanda chiroyli bazatkasi yotib beradi, bo'lmasa xunuk bo'lib turadi oldi juda ham. Mashinani birinchi emas, ikkinchi chizig'iga qo'yib tikamiz. O'shanda bir uch chok bo'ladi. Sizlar shunaqa korsetlar, вечерний ko'ylaklar zakaz olman, bemalol menga zakaz bersanglar bo'ladi. 20-25 kun oldin 100% peredoplata bilan zakaz olaman. 2 kun kelib ketasizlar, 1 kun o'lchanib ketasiz, 1 kun peredolkaga kelasiz, keyin qo'yningizni o'zim dastavka qilib yuboraman. Yonlariga korset iplarni qo'yish uchun ham narsalar tikib oldim. Keyin overlock qildim. Overlock qilgandan keyin chiroyli qilib endi toshlarini tikamiz. Toshlari shunaqa молочный qizil. Bisernina bilan tikaman. Orada klientlarimga ham javob berib oldim. Kinoni qo'yib endi toshlarini tikamiz. 3 ta qizil, 2 ta oq qilib tikdim. O'shani 3 ta oq, 2 ta qizil qilib ham tikdim. Mana qizil joylar tayyor bo'ldi. Qaranglar qanaqa akkuratni chiroyli chiqqan. Profilimga kirib otsiv degan aktualniga kirsanglar, shu korset egasidan kelgan otsiv ko'rsanglar bo'ladi. Toshlari umuman tushib qolmadi, yuvib ham ko'rdim dedilar. Qaranglar qanaqa chiroyli. Etagini juda ham ishib turishini xohlamaganlar uchun ozgina kichkina qilganman. Menga obuna bo'lishni unutmang. Shunaqa korset kerak bo'lsa, obязательно menga murojaat qiling.